Ballarım, bu qitim o'qish bitaganlarning hammasi bizning Naikaga o'xshamaysizlar. Shunda, biz bu rayonga 3 oylik muddat bilan yuqumli kasallikni oldini olish uchun keldik. 3 oydan keyin hammamiz taqsim qilingan o'rinlarga ketamiz. Siz ikkimiz mush nahiyaga bo'lindik. Shunda, Apa, biz sog'liq joyiga 20 kunlik vazifani tugatgandan keyin mishat ishlaymiz. Shu chog'da kelay. Sanoning ayrılmag'ini bek yaxshi bo'pti. G'erib sananda yarışibsan emasmi? Qizim, siz qaytib kelgandan keyin sizga deydigan bir maslahatimiz bordi. Nima maslahat? Pek muhim maslahat. Sen cho'ng oldinglar, bundaq yurayversanglar sad pura bo'ladi. Adil, yuringlar, ma'lummiz. Ata kelgandan keyin sayli. Xo'sh qizim, xo'sh ata. Xudoyim omonat. Xo'sh apa. Xo'sh qizim. Ata xo'sh. Xo'sh xudoyim omonat. Men demedim bu yenge. Xudo o'z bolani ko'ngliga sig'liq saqan o'xshaydi. Endi o akam xotirjam bo'la. Xotirjam bo'lmamdiga. Endi gap to'y tayyorlig'iga qoldi. Adil aka, opam bana ajoyib mamlakatlarni qilyotdi bu. Nima deydi? Sizlarga deydigan muhim maslahatimiz bor deydi. Opamni menga uchiqli purtyotdi. Ahvoldan qaraganda ular o'zlaricha choy Abbos bilan nasamadurlardek kutish bo'lgan o'xshaydi. Sizda xabar yo'q, xola dam yeb qopti degan shuda. Agar ular asl og'zini chiqarib qolsa, biz nima deymiz? Nima deydik? O'tganda bu ishni purtib xat yozganda qanday rad qilgan bo'lsak, shundoq demandik. Yo'q. Biz ham ularni ranjitmaydigan, ham ishni mushtarib qiladigan, undan chora topishimiz kerak. Opamning mijozini bilasiz. U teginni qilmay qo'ymaydi. Uning ustiga osonlikcha boshqalarning gapini yemaydi danga. Meningcha, avval sizning dadingizni ko'ndarsak, o'ngay tushadi. Dadamni dem? Ya, mening dadamni Ayson opamni qilishmaydi. Tars abrat. Shikisini bir tumet soqqan emas. Ummayana. Hey, Adil aka, hajigir ishkanlar, kepanglarni bir qilib olsanglar, cho'nglar nima qila olaysiz? Nima bo'ldi? Biz ayrilib ketdik. Nima? Nimishqa? Hajgul meni tashlab edi. Yo'q ish shundoq qildi. Voy. Adil aka, hajgulni endi bo'sh o'rin bor ekan. Berib so'zlashing. Turing. Buni. Yo'q, bo'lmaydi. Ishkanlarning jur'atini kim bilmaydi? Qaydashqa oralda turgansizlar. Bunda qilsanglar, kim bir umr pushmon qilasizlar. Turing, o'rningizdan. Berib so'zlashing, turing. O'g'il bo'ltirib mustaqillansiz. Turing. Voy, turing. Ha, bo'pti. Borsam baray. Elanglar. Saboqdoshlar,
Hazır Nahiyəyə yenidən gələn Abdış hakimni sözgə təklif qılaylı. Yoldaşlar, aldı bilen men nahiyelik hükümetki vakaleten sizlerine kızgın karşı aldığanlığımni bildirmem. Ben bu sizlerge okşaş 15 yıl burun tibbi institutunu bitirdim. Ben hazır nahiyede tehliye işleri mesul boğunum için bu kıtımki yukumluk keselinin aldığını elişte baştan ahir sizlerden birgi bulurum. Bugün karşı eliş mürasimimiz tolumu addi bop kaldı. Şundak bolsumu azadı olturaylı. Azadı olturaylı. Eliş mürasimimiz tolumu addi bop kaldı. Şundak bolsumu azadı olturaylı. Azadı olturaylı. Yok oynamayım ben. Yok. Teşnalarlar sütlesende muhabbetin kalbimi utma. Lay la 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 la. Lay la 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 la. Sündüm bu yan yoktur haramım, nefesleri haramım. Sevdiğimin sevdiğimi günde. Hacıgül to'xtab turing deymi? Hacıgül. Hacıgül, sizga nim bo'ldi? Nim bo'ldi? Nim bo'ladi? Bugun bir kunning ichida bosh qizlar qarab 100 qatimda kul soldingiz. Aran 100 qatim? 150, 200 qatim kulgandimi? Sağlıqqa bana meni azaldan o'ylabmi qo'ymaysiz? Ovozingizni chiqarma. Boshqalar anglab qolsa sat emasmi? Yeni siz Tojgul bilan ayirlanmayli qoldingiz-ku. Nimancha yiqilishib ketdilar? Ha, shuni qapilyapsiz. Tojgul mening bir navr singlim ekanligini texchi bilmamsiz. Bilaman. Uning ostida nima sadoligini bilyapman. Tojgul. Voy Aysxon. Oy. Xo'sh xabar. Oy, nima xo'sh xabar? Vallah sayyor davolashni tugitib, qaytib kelgan bo'pti. Ha? Rostmi? Nima degan yaxshidek obdashyapti. Aka, jirim aytgan tamoq yeb. Men darhol berib, cho'ngchay akrishning tayyorligini qilay. Bo'ladi. Oy, vallahi kes nima degan yaxshi.
Adil aka, bu qitim ata-onamizni cho'qqin ko'ndiraylik. Aldı bilen Sayımkam'ı göndereyim. Sayımkam'ın konuğum şakamaz mı? Fazılcan, yakşam günüm kitap okup gipsiz go. Şundak. Жүріңі, кино белдігін шықын ағантым, кино көріп келейлі. Yok, benim bağım yok, özünüz verip gelin. Ой, жүріңі, шындай яқшы кино дейді, жүріңі. Hadi gel, Ой, beni жүріңі, zorlama. шындай яқшы киномыз, жүріңі. Özünüz Жүріңі verip беріп gelin. келейлі. Ой, жүріңі, жүрің. Beni zorlama değil mi? Opamni ko'ndirmasak bo'lmaydi. Biz Tacgül'ün kino varımızda değişik koygandık. О, жүріңі, немеләнді Fazil, жүріңі. gep qilmang. Bo'ldi. İşenmemsiz, işenmeseniz Tacgül'den sorap yakın. Kino varımızda bilet nima koygandık. Kara, bana. Maysan kudam, baksa. Bekisla, merhamet. Mehmallah, Tacgül'le Adılcan'ın toy işini Moşa aldığımızdaki bazar günüge bekittik. Oltağallah, toy gündeki işletinin sahip kadını boğaçka, kaldı mesleğimiz ne, bugün pişirik olayla, kandak ha? Mübarek bolsun Aytxan, xudasılığı baldırak nevre ataqla. Рахмет. Әйт қалдырдек бұз. Көп авар бопла. Хәмнелерге рахмет. Rastayla kudam, bu işini tiz tutuşqımızlıq fəqət bulmaydı. Tömürünün qızdığını soğuk deydiğen gep var. Vallahanın beşini kayıt tiz bağlıqsa şunti yaxşı desler. Doğrudaydı. Apa! Vay kızım,
Sen olsan geldin lan balam. Kelinglar. Yaxshidingizmi? Voy jinim bolalarım. Obdan keldingmi balam? Voy ikki qo'shin Adiljon bolam, sizlar endi ketmaydigansizlar? Yo'q dada. Biz tog' rayonidagi vazifani tugatib keldik. Bu yerda yana 1,5 oylik vazifa bor. Undan keyin biz mushaharga ketib qolamiz. Hajab yaxshi bo'pti. Nima? Yana 1,5 oy? Ha. Aka, biz bu ishni yana 1,5 oy saqlaymizmi? Nima ishni dada? Chiqinglarning to'y ishini. Qizim, cho'ngib qoldim. O'qishni tugatdim. Bir boshqa bir do'st lozim debdikan. Ko'zimning yo'rig'ida beshingni o'nglab qo'ysam deyman. O'tganda kaginingda o'qish bitgan hamon to'y qilishga ma'qul bo'lgandim-ku. Lekin Adil akam bilan bo'lishni o'ylamagan ekanman. Adil akam bilan bir nevr tursak qandoq bo'ladi? Bir nevr bo'lsanglar nima bo'pti? Nevriga chetish azaldan bor ish-ku. Appa, nevriga chetishning ziyonlilik to'g'risida shuncha ko'p xatlarni yozsaqmi, nimishga tushunmaydigansan. Ishkinglar to'y qilsanglar, oltin uzukka yoqut ko'zdek yarishtirmasmi? Men pelak bilan xamak, go'sht bilan sunak, yog' bilan börekning ayrilmag'ini yaxshi deyman. Odam hijil qilmag'ini. Bichara akam sizlarga uy tutib berman deb 5-6 ming qo'y pul xarjlab hamma tayyorliklarni qilib bo'ldi. Endi men akamning yuziga qanday qarayman? El jamoatga nima deb javob beraman? Jinim appa, sizlar bilmaysizlar. Adil akamning-chi o'zi bilan birlikka loyig'i bor. Nima? Loyig'i bor? Tojigilni o'z oldiga loyiq deb topdimi? Hozir qashlanaymi shundoq? Boshqa yoshlar ular nima ko'rim? Sizlar bizning o'z bolamiz. 10 yosh vaqtinglarda maslahatni pishirib qo'ygan. Biz sizlarni bir-biridan ayrilmasin deyapmiz. Dada, siz nima deysiz, men qo'shilmayman. Nima? Sizlar bizni el jamoat oldida rashva qilmoqchimi? Shundoq, uning ismi Tojigil. Yo'q gapni qilmag'ana. Adiljonning chekisi qisadigan sendek Tojigil tug'an yerda haram quvamagan hojixonni nima qiladi? Adiljonning qullig'ini akam o'zi buraydi. Appa, unda qisaq atlashmaydi. Atlashmasa atlashtiramiz. Apangning qo'lidan nima ish kelmaydi deysan, o'zim atlashtiraman. Guli bilan, xili bilan degan shu emasmi? Appa, bir narsa turavotdi-ku. Ha? Oy, qanday qilay ko'nglim ko'ydi. Voy Aysxon! Voy Aysxon! Bormisan? Voy Aysxon! Ha, aka keling. Men sizni izlab bormoqchi edim. Oldimga bormisanmi, o'zim izlab keldim. Aka, yigit so'zidan qaytmas, yo'lbas izlin degan gap bor. Chiqqan so'z, atgan o'q deganmi gap bor. Aka, deb ketma. Hojigul degan qaysi toshga minib chiqdi? Qani o'zingda baqa, Fazlaxon nereden paydo bo'lib qoldi? Sen Aka, xili yo'g'on so'zlaytdingiz. O'zingizning balsini boshqaramabsiz-ku. Ukam, senmi hammani og'zing qartalaytding. Ajab o'zingning qiziga kelganda gap o'tkazolmabsan-ku. Siz to'xtab turing. Ularning mening qo'limga tushmaganini men ko'ray. Ukam, senmi aldirab ketma. Teğe ko'rdigan o'yin oldimizda. Tajgül to'xtab turing. Adil aka. Akşamchi, siz o'ylagandek bo'ldi. Rasmi? Opam bilan tog'am ishkisi, xuddi cho'y xo'rozdek cho'qishli ketdi demamsiz? Voy, xudoyim, nima qildirgansiz bu yerda? Ko'rdingizmi? Ha, endi ularga o'zimizni bir ko'rsatib qo'ymasak. Odil, bular. To'xta.
Ha, qanday avvallar? Seni ıskatma. Yaxshi usiz qoldim. Qachon uy yetib borman deb beshib qilib turibdi. Bu yoqdan kelyapsizmi tag'a? Mo'mini hali yo'qlab kelyapman. Kelyapsiz. Men tayyor davolashdan qaytib kelyapman. Bolam, senden bir gap sorsam bulamdı. So'ravering tag'a, so'ravering. Men seni kuyg'ul bo'lgan bo'ldi deb bek xursand bo'lgandim. Endi anlasam sen o'lmabsan. Bizni qizni yaratmadingmi? Hargiz undaq gap yo'q tag'a. Biz maktabda ojiz, kasal, paka odamlarni tahlil qilib, bu odamlarning mushundaq bo'lishiga sabab dal ota-onasining yaqin tuqqan ekanligidan bo'lganligini bildik. Ha, mundaq degan bolam. Undaq bo'lsa mening ojiz bo'lib qolganim shuningda ekanda. Mening onam bilan dadamni oti jamoat tuqqanlar ekandi. Hükümet bizdekler köyünüp alayta mektep iş tükende bulap kandağa. Oy. Allah. Hatağa. Rayını bağırıp ketingen yok. Şu boyuna pakalığı soğuşta tutup uzun boğan bolsa yıkılmaz iken bular. Sayın tağa. Sizin ballarımız başında aciz, keselçen bopqas meyli mi? Yok bulam yok. Ballarımla herkes bende keselçen bopqanısın. Ne öyle uval işte kılamlıgan. Ben bundaki kaçı kaçtırım ben. Kıtırmayın benden. Kilon tağa, kilon çıkıverim ha. Tağa. Ayşkan'a pamuk dep köndürelim siz. Köndürmem dıgan. O benim gipimni cezben anlaydı. Bırak Sadrah'ın anlap kalsa dönüp kalamı. Tacigil, anlasam Adil'nin ata-anası toyga tayyorlik qilayotganmish, rostmi? Rost, mening otamni to'yga tayyorlik qilib yuribdi. Nima, ikkimizning to'yg'imi? Albatta, ikkimizning bo'lmay, kimning bo'lmoqchi? Gaplaringiz qo'llashmaydi-ku. Nimiz qo'llashmadi? Ikkimizning yurayotganligimizni sizlarning o'yidagilar bilmaydigan tursa. Uqtirmiz, hamon uqtirmiz. Yo'q, Tacigil, mening ko'nglim bir narsani tuyib turyapti. Bu ishning tagida cho'qim bir gap bor. Voy, nimdek kuylayapsiz? Tacigil, men sizni rostli yaxshi ko'raman. Agar kunlarning birida sizdan ayrilib qoladigan bo'lsam, men bu ketishimni tasavvur qilolmayman. Qizim, masavatdagi tog'ashlarni Odiljonga berib qo'ying. Ma'qul. Ismingiz nima? Hojigul bo'laman. Nima? Odiljonning savoqdishi Hojigul bo'lamsiz? Qizim, ati tushdi bizni uyga berib o'tirib keling. Ma'qul, xo'sh endi. Yiliqa Hojigul degan qizmish ekanda. Ajab chiroyli. Kim chiroyli ki? Oy, Saymaxon, Hojigulmi chiroyli? Sizning qizingiz albatta chiroyli. Gap buni deme. Ballarımız kim yaxshi ko'rsa shu chiroyli. Oy, Saymaxon, ikkimizning gapi bir yerdan chiqadigan o'xshamamdi. Men shunday o'ylayotdim. Saymaxon anglamaganmidingiz? Chiroyli emas, ko'ygan chiroyli degan gap bor. Hozirgi yoshlar ichida-chi, mushpati va oqdigan bo'lib qoldi. Akilana qo'lingizni. Akilana qo'lingizni. Oy, yani sizni tartib kuchingiz yetmasa, ya xotiningizni kuchingiz yetmasa, sizning ojiz tursam, ig'rim 40 kilo tursa, odamlarning sizni Saymaxon xotinning qo'qidi degan gap bekor emas endi. O'zimi, xotinning qo'qlar kimkan? Kim bo'ladi siz? Siz. Mayxon, siz eringizni qo'qmamsiz. Men sizni Mayxon buni erdan qo'qidi desam, xafalamsiz, xafamamsiz. Men g'o'rasdan erimdan qo'qman. Bu bizga yarışıdı. Bırak ahaklar xotinning qo'qisi yarışamdı. Ha, hurmat Mayxon, yiqin kiling men sizga deb beray. Oy, ner bering, usti beshimni hal qilmas. Hurmat deganni qaranglar. Kim sizning hurmatligingiz ekan? Boy gap orasida Mayxon monakda oldingiz-ku? Sizmi mening terkiligimni bilib turib, Saymaxon xotinni qo'qidi deysiz? Ma'qul. Men unda demay, sizmi xotinni qo'qidi demang. Jinim. Qassob ustam, kelaylik shanba kuni do'konlardan 40 kilo taqlan go'sht olaman. Albatta bo'ldi, Ayshxonacha. Lekin buncha ulojiq go'shtni nimaga ishlatmoqchi? Qo'llariga bag'aq tekkanda bilalar. Ha, bo'pti, Davitay. Qizim Tojigul bilan Odiljonning to'yi bo'lmoqchi. Anglashimcha, qiz o'g'il ikkisi to'y qilishga qattiq norozi bo'lib yutibdimish. Shundaqmi? Ularning ro'yini ish qilmaymiz-da. Navoiy ustam,
Kile yakşembe gün dükkanlarını 200'dan çoğundan alma. Toyuqlayıp yapsa. Boladı. Biraz Saymakon bu toy koşulmaptı o. Onu özemiz jigerleymi. Maqul. Tad oqıştıp yektireyli. Saymakon. Aysxanı gap fikirgizemepsizde. Hey. Qanç qilgan bilan xotin kishtiga akishning changildiki. Cho'g'imda emasmi? Men xotinning oldida mushkaldiki chashqan bo'lib qoldim. Nima? Akish bo'lgan tushliq o'pkingiz yo'q ekanda. Rastesh, o'pkamning 3/3 qismini doktorxonada operatsiya qilib ketayotgan emasmi? Sizni ojiz tutsam. Shuningmi mazlum kishini ojiz bo'lib qolamiz. Yo'q, bu emas. Oshqozonning yerim kesildi deding-a. Shuningmi xotinning qo'qamdi kishi. Og'zingizga o't kessin iloyim. Siz yanada o't kessin. Tilim qurisin. Og'zimdan chiqib ketdi. Hopman. Mayışxan, gipimi qulaqsınım. Özünüz obdan bilsiz. Men 2 qitim cho'ng operatsiya kirganda u qadinas xotin meni necha oylab kechkunduz baqdi. Operatsiyada qon so'rab boshimni kessam, qon berib qutuldi. Uni to'mbilga qon meni yuragim oqqan tursa, meni yuragim erimaydigan taşurak bu. Men bu ishlarni ta'sirlanmayman. Onu rast dediniz elbette. Bırak. Depikine, men de xotin hürmet kıldığa, xotinning qo'rqudu degan nomni ilish kerakmi yoki 5 yosh olup saylish kerakmi? Rast, sizdek obdan axaqlag'o bahmi kam tepiladi. Hepbele, bu gipin joyida. Mendek unda adam yet iqlimda tepilmaydi bana. Bu qadinas xotin meni jafoyimni to'ltatdi. Shu u meni düşkelsimi şuturmen, vaqısimi şuturmen, tülüsimi şuturmen, usa... Nima? Şunu uramdı texe? Ursun şuturdu kensde? Yok, uranmaydı. Us şuturmaymen. Əbələ, ursuz şuturmaysız. Siz degen akş emasmi? Şutur ketasla, oldunu kuyunda kışpa cinde kayıp bulma. Koy. Mana. Yok be. Xotin. Xotiningizdan qo'rqmayotgansiz. Rastlaysiz. Bu mu xotinni qo'rqqanligim emas. O'ylab ko'rmayapsiz. Tinim ojiz. Hem kisatan bir odam tursam, tosh bilan yong'oqning to'ng'illigini nada ko'rgan. Bizning Sodir axungo ikki gapning biri bo'lsa, men degan kishi to'y ishiga azaldan dodi o'zi ega bo'ladi deb og'zimni ochmay kiyotdi. Bo'lmaydigan bo'lsa bu ishlarni o'zini saramjonlashtirib yetadi. Saymaxun, Aysxonni gapga kirgizib, qulg'in to'lg'iy olsangiz-da, u vaqtida hamma odam sizni Sayimnochi degan bo'ladi. Sizni shunday qilmay. Daqiqinga Aysxon baxli joyil, gapimizga kirmischi. Gapimga kirmasa, atana qishga sotaman. Adivini toz beraman. Peshvolar urib, testaklar ingaklarga samsoqaman. Qanday xotinni qo'rqib ekanman, xotinni qo'rqadigan joni shu, istab beraman. Bilib qo'ying. O'kam yerim bo'lgan bilan, jigirim putin. Onda xotinning o'shig'ini chiqib, 5 bosh chiqib, payxani chiqib, 10 bosh chiqib, o'shaqni tushir qilibman. Hay, Sayimnochi. Qalsqa? Kimning payxini chiqib 5 bosh chiqmoqchi? Kimning pochig'ini chiqib 6 bosh chiqmoqchi? Siz bildim xotin. Ems kimni dedin, Xotin almudayning payxini chiqib ketaydi. Ne? Düşüp gidip bir kere otacı tutacaklar. Hey, muzay yıkıldı tutmandı. Ot yaşlar satsak tutmandı. Sen beni akmak etmekçi mi? İşkinlerinin, baynı kan gitmelerinin hem mi sallap oldu bu? Kotor,
Ocak yükünü herkes atmayın. Hey, sen beni aklık etmek mi? O kokularla. Sen yemin ederim. O tüvetten Oy, bu nerede görünmeydi. Oy, kandak kılamı. Saymakon. Yerinizin koğulağını toydunuz mu? Hem de bir yeri zahmilensin çok yine. Sizin mi kördüğünüz var? Vay halayım! Adam bana! Saymakın tuğluksun düşüp gitti! Estağfurullah. O bizim görünmeydi. Sen hayat bak gelsen bu. Hem de söz içmesen bilen. Siz bununla! Ağzınızı zıvın. Sayma akınca apık baktının üstüne yetipti. Hem de nöbet işkimizge geldi. Nime? Nime kımakçı? Bilip koyun. Menin etim saymakın emas. Yerinizini koktalığın bilen meni koktamayız. Nime? Toktap durun. Siz bütün fitni fasatlık kılıp, gayret kılıp, şikayet kılıp yanımı dilersiniz. Ben sizin tenti buna değilim. Hem de göçbekin akını. Toktap durun, ben düşelmeydi demsiz. Düşürdüğüm bolsam, közlüğünüzü küstü ütümesiniz. Acep ottan kılın. Hem de baka. Meryem'e de yaxşımsız. Yaxşımsız. Madem yaxşı tutdunuz mu? Hey, anlaşınca senin ailenlerde toyga ciddi tayyorlik qilyaptidek. Rost shundaqmi? Ha, shundoq. Meryem'e de mush ish to'g'riliq sizni izlab kelgan vaqtingiz bormiki? Vaqtim bor. Yuringlar, ishxonada so'zlashaylik. Hammani qilgansizlar. Gap qilsa, saymoqinga gelvana. Nimalar deysizlar? Deb baqsa, nimalar deysizlar? Qizlarni zo'rlab taqmoqchimi ya? Voy qo'g'amay, aylanib ketay. Odiljonnichi, akamning o'g'li demasam, o tepilmasdan qo'misa emasdi. Bo'ldi xotin, kendini yiga kirkitib bitildan adam dedi. Oğlum, Hilbika, kögüğün kıştım. Oturuna, hiç Gel, müştüm işte. Hem de bir çıkıp bakımını görüp bakay, hem de bir gepreğini. Oğlunu şunu. Anlap dostlar. Yattın tıppa yakşı demesem çok, senin oğulları verdiğin çıpkağın kızım yoktu. Bilip koysa, Adılcan'ımız size iyi olanmayla, toyğımız size iyi olanmayla. Kim iyi oladı? Akam özü iyi oladı. Manım, ben iyi Akılları Adılcan'ın babası olsa, ben anısı olayım. Ben de iyi olayım. Kollardan kersi yağcayınızla. Bu toyunu kıyğınımız kıyğın. Silimi kollardan kerginini kısla. Bu toyunu kağızmayın. Toladiler naşmışsa, muşketlerini akam anlaydıgan bolsa, çaşlarını birini koymayızlıp, kollar katpırdı. Ben mi kokmayın? Mençü, ädin kokuduğun hotun emesmen. Sadır akındaki asman şotusunun ki, tik sakallarını bir taldım julup, jumdap, kolu vermen taza. Kanda kokan dikenme? Ay, Maysxan! Sen kimning saqilini jumdamoqchi, ha? Men osmon sho'tisi bo'lsam, sen-chu, ha? Sen nima? Gap qil, ha? Men Maysxan monet, endi şu, men sizlarni demedim, sizlarga til tekkizmedim. Xudo haqqi. Xotin, yolg'on gap endi ahmaydi. Rostini danglar. Mening saqilimni zodi nima ish jumdamoqchi? Mening saqilim nimaga putlashdi? Rastın desem, kotandık tağıl teki toluca akırap, kulağını yanına aylandırıp etti. Şu tağıl tekinin sakal burtlarını bir taldı. Vay, erden kokmaydıgan noç henimden elpazını karmamdıgan. Sadın kokkan çöcüdek çürükler. Xotin, zodi nima gap bu? Hürmetlik tadısı, sakallarım benim kolum teyatmaydı. Akamның micazını obdan bilirler. Rast gap kısla kutulular. Yalgan gap kısla tutulular. Baynındağa ögüz durup kıyan gaplarının hemmisini birbirler disler. Aval özleri diğerlerini disler. Hem işini buzup atkan seni toslar. Men nemin demek istim? Seni. Yutuğuna çıkırlar. Singlim Maysxan, bu ishingiz bo'lmabdi. Uni darhol chiqarib yuting. Aka, hazır men sizge hemmin süzlep verir. Hojikamning mashinasimi nima? Men chiqib qarab boqay.
Rosa hacıkam kep kalgan boz qandaq boğını neme degen sərtçilik oldu. Acab undan boqda hacıkam kep. Molla acıkam kepti. Karvatı köpçürünla. Dasxanasana çapsın bunu çapsan. Sərtləşməy. Mən dasxan salay aka. Vay Aysxan. Saymağını dərhal çıxırıb etin. Molla acıkam cidəl oğunu siz Vay ya, aka onu çıxırıversək boğmaydı. O bizni hazırlaşmaq. Aysxan, göz yaşınızı ertin. Jığlamay külüp oturun deyme. Endi yığlayma. Taza yığlayma. Estağfurullah xotun. Molla acıkam kiçik bala emas. Vilayet siyasi kengeşin reisi. Mehman kelgende jığlısı sət buludu. Sət bozu bo'laversin. Men o'zim yig'lab oldim. Jenim xotun, qo'l sunsa yang ichida, bosh yerilsa bök ichida deb tikan. Xafa bo'lmanglar, o'tinib qolay. Men endi xafa qilmayman. Men namaquli bo'lay, yig'lamay kulib o'tiringlar. Kulib o'tiringlar deyman. Assalomu alaykum. Acıkam kepti. Va alaykum assalom. Acıka. Qanday qilinglar? Hakkat kellama. Alhamdulillah. Yaxshisi. Qani. Köpük kesse acıka. Qani. Köpük kesse. Amin. Allahu akbar. Qanday qilinglar? Obdan turupla tellirsak. Alhamdulillah. Qandayroq ahvolinglar? Mayt yaxshi, mayt yaxshi. Yaxshi. Hammanglar g'alit ko'rinsizlar. Zodi nima ish bo'ldi? Hech yo'q. Molajka choy isla. Hech narsa bo'lmadi, Mollajka. Biz jidal qilishmadik. Sadraxon, Mayxonga nima bo'ldi? Molla acıka. Xotun kishi yerim sarang debdiki. Endi qanday qilamiz? Biz yerim sarang emas, yerim dunyo. Bilamla, men tex jidal bo'g'inni bildirmay desam, nindab jo'lib suraylar? Nima deydigan sen xotun? Fikularim, oranglarda ko'ngilsizlik bo'lgandek turdi-ku. Bu zot nima gap? Ish taqildab o'tdi-ku. Ishida kim bor? Yo'q, bizdan bir yomon o'g'loq fatdi. Qo'shnilarni uyga chiqarib xat qilib shuni so'lab qo'ygan. Qirqimga o'g'loq o'xshamamdi. Men bir ko'rib boqay. Aysxon, bu nima gap? Men ichitay hajika. Achay. Fazılcan, sizin öy bir basınız bulatdi. Apam sizni ko'rib baqsin. Nima? Yaqib bormayman. Apangizning qo'rqimi? Nima? Apam odam yeydigan bo'ri emas. Sizda men bilan to'y qilishni xohlamaydi ekansizda? Nima? Xohlaman degan. To'y qilishni kunda degidek o'ylayman degan. Amsa, nimishqa bizni uyga berishga unmaysiz? O'g'il bostirib tatnamsiz. Basamı baray. Biroq eng yaxshisi optirishgan berib kelgandigim baray. Ay bo'ldi. Tolaman kitap yotlab berivermigin ha. Aysxon apa. Bunu bilgan bo'lsak, sizlarni doktorlik maktabiga evatmagan bo'ladiq, jenim balam. Ay qopqina aldım dinleri. Hey, tuta. Ayotqanning peshin tuta, ayqin tuta. Tat aldinga. Tat. Aysxon apa, meni gipimdek tugumidi. Urug'tashliq kasalda tug'u millat baktula, taqaymig'i qo'ymi tas qarqinmaydi hech davo. Kelinici qo'chaqdek, başı yuğan qapaqdek, boynu zilva sapaqdek, qo'tug'i chiqqan do'mbaqdek. Chechi tushar to'zg'aqdek, bilaklari baldaqdek, mung'ishlari do'ng'aqdek, qurishlari to'ng'aqdek. Voy, muhtam. Lekin sening gapingning hammasi yolg'on. Ayol kishi ikki qat vaqtida to'shqon qarsa, bolasi kuch qo'p qoladi. Şeperengi qarsa, bas qorib qoladi. Kilagi qarsa, bas chulaq qoladi. Qanday? Men bilmem ekanman. Aysxon apa, bu gapingizda ilmiy asos yo'q. Nima? Sen o'z gapingni yo'qlasang, ilmiy asosi bo'ladi ekan. Mening ilmiy asosim bo'lmadi ekan. Hukumat kitobning hammasini sen uchun chiqarganmi? Aysxon apa, siz yanil tushunmayapsiz. Men nimani tushunmabdiman? Sen mektepte
Hacı varmıgan Hacıxan'dan birini tep bapsa. Onu mu düşendin? Hacıxan apa. Hacıgül degan qiz Tajgülning eng yaqin do'sti. Tajgülning loyiqimi mening eng yaqin do'stim. Bundaq turug'liq. Nima deding? Rasxudaq. Uning ismi Foziljon. Ağzını yum. Kötü undaq Fazılcan'ın. Oppa, nimdaq ta'tirlik qilsiz? Balam, qizib al turib, onasidan beso'roq muhabbat tanlash degan nadi var? Nikoh tuzumga xilofmidi? Nima? Nikoh tuzumida qizib ala bosh-boshdoqlik qilsin debdimi? Besh qaygan, put qaygan yeldi yurib, öz aldığı egdigi bassın debdimi? Oppa, siz nimalarni da'vatsiz? Men nima da'vatima, sen nima da'vatsi? Neman deb gap qilmasak, palan, tökün deb mening do'ppamga jigdi silib, akamning burtig'i chang'i tizmoqchimi? Voy bo'ldi, men bu yerdan ketay. Ne ketmoqchi eding? Tati asrog'imi? Xiyol chog'lima. Bu evga kelmasga chorang yo'q. Arshi Allohga chiqib ketsangmi, yanala men sening opang. Jinim oppa, men sizning qizingiz. Biroq men ish qilsam bo'lmaydi. Xo'ja oppa, men ketdim. Voy jinim qizim. Haris oppa, bugun birisi bizning uyga kelmoqchi. O kishiga qo'pollik qilib qo'ymang yana. O kishi Bo'ldi. Sen ketavergin, men o'zim bilaman. Ay bichar qizim. Men o'taptish Odilning o'zi tep olgan loyiqni mehmon qilamdim. Voy dadisi, xop bo'lmay gap qisla. Nima? Hammani qilgan sen. Mendan o'g'irlikchi kelin tanlab yurganingni ko'rmam degan. Dadisi, mendan o'tapti. Qizining keldigan vaqti bo'lib qoldi. Chandırmay o'tkazib yetadi. Men bozorga berib kelay. Kes. Lekin mening gapim gap. Odil o'zi tep olgan qizni hargiz o'pmayman. Estağfurullah. Ya Allah, saymaxım. Ben sizinle ağrıyaq deb qoğulluqni baqılık qoysam, müşadim oturamısanlık qandaq oldu? Vay xotin, xopumağına. Benim ağrıp doktorxana berip geldim. Nim boldunla? Yani ay küçüğüne kep kaptığa. Nem bo'latdi? Eriq Tajgül keptiken, yeni özünün gepini yoğultuvatıdı. He, şu kep ma. Ben yeriq layıqını köydüm. Xil qamasqan bol iken. Ya Allah, körüşküm ölgədinli mi texər? Bol qızamağına, otuq suyla küreşkili gelmekçi. Nima? Küreşkili? He? Eriq Tajgül degen meyman. Fazılcan şu kende. Ben onunla görüşmeyim. Kesimi qoğulu bitimi. Xotin, öykəgə meymanı qoğulatken nerede var? Qadüsün adımca çıqqınmay bulamdı. Adimi gerçiliklim için yolu dara kılardı. He. O bakıran, oy. Lekin Fazılcan Ceyran aldığan bir kütüsüm kızımını aldırmayı da? Yo'q. Biz bununla xotim bermsak bo'lmaydi. Tekshirish qaraganda bizning noyimizda ersiyat keslik giribtor bo'lganlar oz emaskan. Biz tibbiy xodimlar o'zimiz namuna bo'lishimiz lozim. Bo'lmasa boshqalar qanday tarbiya bera olamiz? Bo'ladi. Yig'in o'shagicha ichiladi. Hey, Adiljon. Abdus hakim. Tajgül, sizlarning talabinglar bo'yicha Maryam ikkimiz hozirda uyinglarga boramiz. Bo'ladi.
değiştirdiler. Otur. Aysan acha, mening kelishimdan xabarlar bormi qandaq? Ha, xabarim bor. Hilqi, Fazılcan deyemiş kendi. Ha, sizni saqlab o'tag'andim. O'zlari mening kim ekanligimni bilmaylar-ku deymi? Bilmem dağam. Men siz to'g'riliq hammani anglagan. Hammani obdan bilaman. Tajguldan anlab tikanladi. Ha, Tajguldan anglagan. Tajgul bana işirik sözlerini to'liq aytdi. Men uning ko'nglini tushunaman. Shunda xummam dağan. Tajgul albatta ko'ngillik gaplarni sizga deydi-da. Siz onu tushunmamdingiz. O gaplarni men qayta so'zlab bersingizdan hojati yo'q. Men uni anglashqa mening muroyim yo'q. Ustab qolgansiz. Qo'g'iying. Bo'ladi. Sizmi? Eling. Hacıgül degan mushub qolmisan yana? Asfalan. O'zlari sadirkan bo'lamlar. Shundaq. Keling, ko'piga o'tiring. Rahmat. Sadirka, men bugun tushdan burun sizlar bilan ko'rishga va'da bergandim. Sizlarni saqlatib qo'ydim-ku deyman. Yo'qsa. Dal vaqtida keldingiz. Men sizni kutib o'taman. Aysan acha, quloqi yoqmasa bo'lmaydi. Nikah meselesi kichik ish emas. Odamning umrlik hayoti bilan munosabatli cho'ng ish. Sizlar qanday dedi? Nimanda qadishibni bilmaydigan nima bu? Aysan acha, gap qilmaylar bu. Ukam, mening gap qilmag'inim tuzuk. Gap qilsam bekor ranjib qolasiz. Qarag'anda rostini joyil ekanda. O'tganni sal besib olay. Ukam, qancha yoshga kirdingiz? 35 kirdim. Nima? 30 yosh? Shundaq. Bu yil dal 30 yoshga kirdim. Belli. Xudo urgan qari qizkan bu. Bu o'g'lim Ahmadning beshini aylantiryapti-da. Ma ishni ko'ra. Sadirka, men bir muhim ish to'g'risida sizlar bilan so'zlashmoqchi edim. Nima ish bu? Odilning nikah ishi. Nima? Odilning nikah ishi? Sadirka, bu nihoyat muhim masala. Nikah ishi, ko'ngil ishi degan gap bor. Odiljonning to'y masalasida uning ko'nglini hisobga olmay bo'lmaydi. Uning ko'ngli kimga tushgan bo'lsa, albatta shuni aytib berish kerak. O'g'limning ko'ngli tushdi deb mush qari qizni aytib berandim-da. Sadirka, gap qilmayli bu. Bu ishda men Odilni qat'iy yo'l kirgizaman. Hozirgi yoshlarning ko'zi qarg'u, gul bilan ozg'ini farq etolmaydi. Sadirka, Odiljon o'zi tanlagan loyiqni tangdoshsiz gul deb aqida bog'lagan ekan, shu gulni chekisiga qisib qo'yish kerak. Sadirka, navriga chapqanda aplashmay qolsa, yaqin tuqqanlarmi ayrilib ketadigan ish chiqadi. Singlim, men sodiga emas. Mendan aniq javob ololmaysiz. Men sizga deb qo'yay, bundan keyin adab qoida deganni oz to'la o'rganib qo'ying. Voy, Sadirka, nim bo'ldi? Nim bo'g'inini o'zingizdan so'rang. Sadirka, gap bo'z chiroyli demamlar. Nimishqa xafa bo'lalar? Gap sal qo'polroq chiqib ketdi. Shundaq demasam o'zingizni bilamidingiz emasmi? Sizlar bu qari qiz bir kutdek o'g'limni qo'lga tushirmas ekanda.
Ayshan acha, gapni uzaytayli. Men sizdan aniq javob elib ondan qaytaydigandim. Tojgul texmin saqlab turdi. Voyjon, nimanda xroda paydak chaptishib oladigan-da. Menda bir ilishi bormi teki? Ey, Ayshan acha, nimalar deb yuraysiz? Men tushunmadim. Ukam, mening siz bilan so'zlashgani cho'lam yo'q. Bir ketibering ha. Ayshan acha, gapimni obroq o'ylab boqasiz. O'ylanig'idek yerim qolmadi. Qani, marhamat. Bir ketin, marhamat, ha? Ma'qul. Oy, nimandaq bizanlik qildi-o, jenimni chiqirib. Meryem. Ne buldunuz? Aka qarang. Yemiş. Hojining aka so'ramayli qo'ying. Heliqi bizning Tojgulning topqini bir qeri yigitgan emasmi? Voy tova, ma gapni. Odilning topgan loyig'ini osmondan tushgan cho'lpon o'xshaydi desam, uni bir qeri qizgan emasmi? Yuzining qililigini demamsiz texe. Voy. Bizning bolalarimiz sarang'ib qopti-da. Shu. Voy, men ketay. Nega borsiz? Shuncha aldirab. Nega bo'ladi? Yana shu bag'aqda qatqili. Singlim, hech bo'lmaganda ularni gapga ko'ndirib bo'lib, ondan bag'aq taqasak yaxshi bo'lmasmidi? Aka, hamma to'yjabduqlari pitgan tursa. Biz ularni yana qachonga saqlaymiz? Ap pishdi, buğday pishdi, sen nima pishmaysan deb o'tiraversak bo'ladimi? Yillab saqladim, oylab saqladim. Bo'ldi, endi saqlamaydi. Asta, bu ishni. Jinim aka, siz bu ishni bel qo'yversiniz, ishning tugashgini shu emasmi? Man qarang aka. Ikkimiz bezda ketib turvasak, ularning pichig'i suvni kesib, loyda taqtaydi. Ma'qul. Bag'aq taqalgan bo'lsa, yakshanba kun tavakkul deb to'yni qilaydi. Bo'ldi. Qo'l gap qilma. Bag'aqlar taqilib bo'ldi. Sening to'y qilmayman deydigan haddingni emas bilib qo'y. Sening bosh-boshlarni qildigan vaqting. Qo'y. Tojgul, sizga nima bo'ldi? Opam jahillik qilib so'rlayotdi. Bo'ldi, Tojgul. Odil. Qo'y, apa. Senin bolam. Apa qanday ahvolinglar? Qiziq turdingizmi? Voy, sanab qoldim. Kızım, yig'labsan ku. Ha? Xavrim var. Bu aslida Ayshan apang bilan Sabraxun tag'angninki uzun yillardan beri pitishgan ish ekan. Ular qarindosh qudi bo'lamiz deb o'tda qizib turgan vaqtida men albatta ma'qul bo'laman-da. Qizim, o'g'lim Odiljanni yoratmay shundoq davatmagansa? Yo'q, Ayshan opa, o'tdan o'yinib ko'ring. Nevrin chetish butunlay ko'ngillik ish. Siz tushunmayapsiz. Odilkamning do'sti mening eng yaqin do'stim. Meningmi Odilkamning eng yaqin do'sti. O'yning davatsa, Odilkamning do'sti. Sening do'sting. Voy, tushunmadim faqat. Odil, nima bu? Oxir bunda bo'lishini biletdim. Kızım nima bo'ldi?
Dada, bu neymiş? Yatakta otlasam bir eylem bu bağıkla kirpet. Bu zaten neymiş ya? Bana görüşünü körsen bilise. Biz koşulmaydır, bizni dolaşkın neymiş hakkınla bak. Neymiş hakkımız yok. Seni biz bekip çoğun kıkan tutsak. Bu özümüzün erkinliği. Kurup gelsin ondak erkinlik. Balı öyle qarzını ada qilish, ata-onaning shillisiki ish. Men sizlarni o'ylab qo'ying dedim mi? Adil, bag'aq taqilib bo'ldi. Sen bu to'yni qilsangmi qilasan, qilmasangmi qilasan, qilmaslikqa hadding emas. Qat'iy qilmayman. Agar uni sen ota bolliqdan tan. Kaymakın, endi gap ikkimizde kaldı. Sizlar. Qaraganda jidal qilishmasak bo'lmag'idak. Biz ko'nsak bolalarımızın tugashgani shu-da. Rasteş başkan. Şunu kokmang men bor. Anı qilmasa, menga ekshida qadar. Oğlum için can fida. Ben koymayman hiç kaçan. Ben kızımın baxt için ilişime bir meydan. Oy saymakın, aslap kaldınız bu. Gözünüz kudu işittin kokkan müşükler sağırap mı kepti bu? Kokulup da işim mamalatı da. İşek kuşun yetmişse o tokumu diyen şeker. Ozdurman, biraz zeki bu tokum kuşumuz yetmez bokkamışsa yeder. Ondan yapıyor. Başkan, siginin oldu. O müşkülükler çaşkandaki bokkadınız ko. Koku tabi sen. Yok, korkmayın. Ben korkmayın. Oy saymakın, küydünüz mü? Ayskan bilen Sadırak'ın turudu. Bulma işinizin hiç mağmaydı. Hayras, mağmaylatı da. Kokvatam diki. Ras kokutam diki. Meni hiç kim kokmaydı. Ayskandım kokmaydı. Kokmaydı. Yerip kağa okşaydı. Yerip kağa okşaydı. Mağmaylatı da. Kendimiz yansak bir kere. Yansak yanaylı, yolda uçturuşup gelip yan ciderleşip kalsak set bola. Ras doğru ettiniz. Yol ciderleşip kalsak, ülke keçken aldın sen emez mi? Aklınızı yanaylı kadar. Yanaylı. Yanmışsak çatar. Bakayla. Kıdayla. İçtim ya. Mağutak olmaydı. Bunu çatar. Başkan, endi korkma. İkimiz muşu kötekte kıtıp durmasak, ulan hiç mi kılamaydı? Aka, sidak yakından bakın tapıtıp oldum. Köğlümüz endi aramız. Elime Xuda şükür. Kutaydıgan bulduk. Şundan ha. Hatırcam bu. Xotin, neymiş ki mükçeyip otursılar? Bu işkinleri nem oldu? Xotin, neymiş ki gap qilmaysizlar? Nem oldu? Bu neymiş gap qilmaysizlar? Ağzınlarını zamaş kılıp aldınlar mı? Sizler neymiş oğul bağak takıştılar? Neymiş mesaj sanmaysızlar? Ben bu oyunun adım mı emez mi? Benim neymiş haberim yok. Ben balının anısı mı emez mi? Xotin, bu işqa uncha xaf bo'lib ketmanglar. Ko'nglingni kangrak tutinglar. Neymiş xaf bo'lmaydim. Ben bu toyni qilish qo'shilmayman. Men arazi. Vay vuy, aylanıp gitey. Elfazınlar bek yamango. Bilip koyunlar. Biz bu toyni razı olsanglar mı kılımız? Bolmasanlar mı kılımız? Kıyğınımız kıyğan. Şundaq. Biz bu toyni buzgunuz buzgan. Rast. Buzgunumuz buzgun.
Astagfirullah. Hey xotin, bu to'yni qilmasak bo'lmaydigan yerga yetdi. Biz bu to'yni buzmasak bo'lmaydigan yerga yetdi. Astagfirullah. Hili bekasini. Nima? Meni urmoqchimi? Mana ursla. Qani? Hili beka ko'kligini ko'rsatma. Men endi qo'rqmayman. Jonni tushdim. Bo'za olmayman. Yo'qol ko'zimdan. Xitoni ol. Uydan chiq. Uydan chiqsam chiqaman. Lekin bu to'yni qilmayman. Ikkinchi bu oyni besmayman. Ko'zimdan yo'qol. Nega bo'lsin bu? Oy, Meryem. Meryem. Abdursakinmi? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yaqindan beri ishlaringiz qanday ketyapti? Hey, Meryem, nega berib kelyapsiz? Naz bo'ladi. Sodir kamligiga berib, ho'yliq kiramay qaytib keldim. Nima ishqa? Ishtivam eka? Yo'q. Men endi ularning uyiga kirmayman. Zodi nima ish bo'ldi? Men bo'ladi. O'tgan kuni Sodir kamligiga berib, Odil bilan Tojigulning ishlari to'g'risida so'zlashsam, meni qo'llab chiqardi. Uning ustiga kaynimdan qayri qiz degan gaplarini anglab qoldim. Men endi qanday bora olayman? Unda qilsa, men o'g'il bo'lmamdi. Xap bo'lmang. Siz baribir qayri qiz emas-ku. Yo'q, men rost qayri qiz. Men 30 yoshga kirgich to'y qilmagandan keyin haqlar meni nima desa haq. Shundaq. O'qish va xizmatlar bilan bo'lib, yillarning qanday o'tib ketganligini sezmay qolibman. Endi bu ahamiyatga qoldim. Undaq dema. Qarag'anda ishkimiz o'xshashganmiz. Ha? Siz mush vaqtcha uylanganmi? Shundaq. Ishonmayapsiz. Tova. Yot kishini o'ytsa, hamon yotlig'ini qildi ekan. Hey, yot kishi sizlarni nima qildi? Yot bo'lmasanglar, bu ish chiqmasdi. Sizlar aka kishimizning qarindosh qudvo'g'inimizni ko'rolmayapsiz. Men baribir yot bo'lgandan keyin men bu yotlig'imni qilaman. Qizimga o'zim igdoshlik qilaman. To'yni qilg'izmayman. Hey, paka. To'g'ri joylik qilma deyapman. Mendan ayrılsang, kuningni ololmaysan. Hech xitimni olmay to'ysa. Qo'rqmayman. Nima qilsang qilinglar. Bunda to'yni qilg'izmayman. Oy, nimada qildim bu? Xitimni ver. Xitimni beraman. Beraman. Gap qila. Bir xitimni bervatgida. Beraman. O'ydin chiq. Yo'qol ko'zimdan o'ydin chiq. Qo'yvetdim. İkinci gözüm görgüç olma. Bunundaki bu soğanlı destek olma. Yok abi. Oy. Saymakun şu kıyada. Benim kıydığına sındakımam öykürüm var. Bunun dikini şikiş tulamayma. Saymakun. Sili kıyada. İkinci tulamayma. Saymakun benim kıydığına kayıp gelinler. Xudo faqat tilmayman. Men noma'qul.
Ey anası, sizi qayerda? Qarang'i chiqib ketdi. Uyga qaytib kelinglar. Endi jin chaplashyonuzu. Saymakon, dadisi. Canım Maysalapa. Güzel. Dada, nim oldinglar? Apa, sizga nim bo'ldi? Nim bo'ladi bolam. Dada, o'tiring. Voy canım bolam. İş tugashdi. Biz uydan qo'g'landi bo'ldik. Nikah uzildi. Uy mi buzildi? Endi biz qonundan ojiz xitini olsaqlar. Ojiz xiti olsaqlar, hamish tugaydi. Apa, bo'ldi apa, yig'lama. Ko'nglingizni yerib qilma. Unda qasas yo'q. Bo'ldi yig'lama. Bolam, endi biz bir uyda bo'lolmaymiz. Og'rimizga gap chiqib ketdi. Nima gap chiqib ketdi? Nima gap chiqib ketdi? Chiqitib qo'yitman degan gap chiqdi. Mollardan so'rasam, taloq degan bilan o'xshash bo'ldi, nikoh yonmaydi deydi. Ha, rost. Sodiroxning og'zimi gap chiqibdi. Rasmim Maysixon? Ras. Bo'ynini qaqirdak so'zib, ovozini xuddi mo'zaydak chiqarib, qo'yib itimanda vaqirdi. Qo'shnilarning hammasi og'ladi. Bu qo'yitma deb chiqitib dedimi? Oran ishga ketim dedi. Oran ishga ketim dedimi? Chiqitim bo'lsa-mu, nikoh uzildi, yonmaydi. Sayın tağa, bu dunyoda yonmaydigan hech qanday ish yo'q. Bolam, boshqa narsa yolg'on bilan islom shariatimizda bunda nikoh yonmaydi. Sizlar yosh, bilmaysizlar. Shariatda xayrlar yo'q. Sizlar hojikamni tepib so'zlash baqsanglar bo'lmamdi. To'g'ri. Hojikam shariatda cho'ng emas. Boldirim, bo'ldig'ash bo'ldi. 30 yil o'tib, ne o'kiray deganda bunda bularni o'ylamabdiman. Uy arsa qizim sen bilan bilib turgin. Ras o'g'lim, ikkimiz ayrim uy tutib turaylik. Men ojiz. Shunda qizim, men ojiz kesalchan. Adiljinika, siz Abdurishtakim bilan so'zlashib baqaylik. Bo'ladi. Shunda qilaylik, juro. Dada, Maysxopa, sizlar o'tirib turinglar. Hozirlik kelin. Ma'qul. Mana endi uy makonsiz qoldik. Buning nima bo'ladi? Sen bunuqini erkin bo'lib qoldik taqa. To'g'ri dedingiz. Kiram. Abdurishtakim. Yaxshimisiz? Yaxshi qildinglarmi? Qani o'tiringlar. Rahmat. Bir ish bilan kelganmidinglar? Ha, bir ish bilan sizni izlab kelgandik. Ha, qani danglar. Maysixon kelyotdi. Bizni kepir ketdi-da. Qarab baqaychi. Mushummu er bo'ldimi? Voy o'lik. Ne kolaychi? Endi kolaychi. Diyadi keldi-da. Mundaq desizlar. Akamsın nimandaq izlab topolmay yurdi ekan desam bu yerga kelibdi keldi-da. Sening menga gap qilg'ida 100 lira bam texi. Saymaqından taloq bo'lib, o'zlarini qo'ydigan yer topolmay qaplığı. Taloq demişdi. Men qutlamay aran turgandim umidjiqdim. Mendan ayrılıp onun qanchalik kun ko'ginini ko'rib baqaman. Voy. Sizlar qaltis noch xotinjimi? Saymaqındaq yavaş adamni uydan qo'g'lab chiqara olgan ekan. Voy bezrang. İkinci akamның bosoğuz qadam qo'yguningizga ko'rib baqay. Maysixon, endi ham ish tugashdi. Bu yerda yaxshikan. Men yoqtirib qoldim, voy. Birdan aram elandik. Mayli. Xalqingiz misharqat qiling. Undaq deganingiz bilan mening xizmatim Urumchida tursa, qanday bo'ladi? Maryam, bizning nahiya sizdek doktorlarga bek ehtiyojliq.
Biz böyle işlesek yaxşı emasmı? Bundan keyin sizden ayrılamaydiganda qilib turman. Biz shundoq yuraveramizmi? Men sizga yo'q demadim-ku. Undaq bo'lsa to'yni kechiktirmaylik. Aka çakkan bulun. Çakkan düşün. Oy bulun. Oy nima bo'ldingiz? Nimanda qoldiraysiz? Oy moyim get. Hozir siz derhal yol tepesinde. Nima bo'ldi? Üşümde ayaqdan tüyüp verim. Karamet görürsüz. Çakkan bulun. Men. O yerda zaten yemiş yoktu. Vay aka. Bağançakta körürsüz çakkan bulun deyme. Lakin hep fazlacan bilen. Hep koş gözüne ilk suağı. 3 milyondan bir koluna. Sanırım. Rast şermendilerce iş yok demesi mi? Eli ağacı gülgen keri kız del şuke. Vay aka. Hep fazlacan diyen keri jigit mi? Del üzü. Ötkende bizden öy kelgende tava köpünün üstünde oturup kıygan gepleri köknavat koğundu mu tatsıqtan ha? Ulanın kıpşigen kılıklarının sertligini deymem siz yüzü kıylılının ki. At aylı hanga, yol sar hanga degендek iş yoktu da. Bizden ballarımızdan aylandırganlar mı muşula? Bizden üyümüze veyran kağalar mı muşula? Hep belli. Hemmini kılıvatman şula. Sanırım bu küçük iş emez. Bundak mesele kanun bu iş bir taraf kılınıdı. Biz aval ballar ile sözleşip andın yeni kelgen Abdurrışit hakimini izlep bakaylı. Şimdi akılaylı aka. Anlaşımca Abdurrışit hakim degen kişini hemme adam adil kişi dep maktaydı eken. Bizim berip halimizni aytip baksak belki bizden halimizge yetip kala. Adilcan. Ha? Meyak çıkar. Sadirka, qanday qilamiz? Ana bir chiqib kiray, chiq bak. Man qarab olam. İşte dada. Naiti muhim iş. Biz bugün naiti bir çoğun aldamcılık ensini paş qilmoqchimiz. Bununla kanunu aralashtiramiz. O aldamcılık aşkar bolsa ailemizdeki hamma jidal majra baraqli besiladi. Gepingizni zadil tushunmadim dada. Meyakagina bilan. Amisa gapni ochiq aytay. Tojgullar ikkinglar ikki aldamchining qo'liga tushib ketibsizlar. Tojgulning Foziljon degan muhabbati bilan sening topgan Hojiguling cho'ng aldamchilarga biz ularni ko'rib qoldik. Nima? Fazılcan bilen ikisinin jirimlikli gaplaşıp durduğunu öz gözüm bilen gördüm. Şunun gibi işenmemsen? İşenmeyme. Fazılcan, undaq bol emas. Estağfurullah. Emsime yolga aytıp atım emma. Menin kulağım gaz, közem qarıgına. Benim balam, başka gepin olsa Abdurrışit hakim kıverdi. Hacıgül, siz tüngün bir oğul balı bilen biriyek bağdınız mı? Nimde atsız, ben qaysi oğul bol bilen birek verişim mümkün. Ha boldu. Ben sizge uçukla devre. Anlaşımca siz tüngün başka birisi bilen güllük topturup hatta toy qilmoqchi bo'psiz. Bu bana hakaret, töhmet. Musnunu işendiniz mi? Boldu xapılma. Ben sizge işinimen. Biroq bunun tagida cho'qim bir sir bor. Nemi sir bordi o? Man qarang Tojgul. Siz shu gapga ishondingizmi? Men sizni qayrib qo'yib, boshqa birisi bilan yurishim mumkinmi? Ha? Uyg'ur shundoq. Aşka beni ödü kokulap çıkardı. Men ne var men? Qarmamlar Hacıqa. Sadraxın bozganda muştumini kötürüp, meni qo'qitib, öydün qo'qlab itmen davadıdı. Bek zo'ravon bo'p ketdi. Men uni muştumini götüre alamdimi? Şuna kaçtır kelgen tok. Sizlar mashada o'tirib turinglar. Men chiqib ular bilan ko'rishib kelay.
Estağfurullah. Aka, qandaq mı qilamiz? Ya bu Abdurrashid hakimni izlab topamizsak, bu kishi idorasiga kelmaydi ekan. Endi biz holimizni kimga mi aytamiz? Singlim, ancha qaynab ketmang. Birdam saqlayli. Kep qala. Voy, aka, biz kelyapti. Kimdir? Yaqindan buyon xizmatlaringizda qiyinchiliklar bormi? Hozircha hech qanday qiyinchilik yo'q. Oy. Assalomu alaykum. Yaxshirishiblar. Aysqacha. Bir ish bilan kelganmidlar? Ha. Bir ish bilan kelgan. Lekin sizga deydigan gapim yo'q. Sadirka, men bo'lla. Xafib qatlig'i. Aysqacha. O'tganda meni qo'g'lab chiqarib o'tgandilar. Bugun yana bu yerda uchrashib qoldik. Shuni demamsiz. İştini çağdısı ketidi. Lekin yüzü qilin adamga faqat amal yo'qkan dana. Aysqacha. Jamiyat kundan kunga o'zgarib turadi. Biz 20-asrning 80-yillarida yashayapmiz. Mushundaq turug'liq biz yana navrga chetib yursak, biz davrga qandoq moslashalaymiz? Men qizimni qeri bo'ytoqqa bersam davrga moslashgan bo'ldi ekanman-da. Aysxon acha. Sadirka, biz yangi nikoh qonuni bo'yicha ish ko'rsak bo'ladi. Erkin nikohlanishga to'sqinlik qilmaylik. Ben qarang singlim, yangi nikoh qonunida mening o'g'lim jazman bir qeri qizni olsin debdimi? Sadirka, sizlar Hamsi men rost gapni aytsak. Men qarang Faziljon. Siz mening qizimni elishga bel bog'lagan bo'lsangiz, bo'pti, dersemi beray. Lekin yanchiqda ancha-muncha to'yli qag'idek 5-10 ming tanga pul bormi? Aysqacha, voy, nima deyapsiz? Singlim, siz Odiljonda yop-yosh bolaga tegib bo'lsa, siz o'g'limga to'yli qalamsiz yoki o'g'lim sizga to'yli qalamdi? Sadirka, nima deyaptilar? Abdurrashid akim. Mani qo'l qo'yib o'tasiz. Hakim? Ufkan bu kishi kim bo'ldi? Faziljon emasmi? Bu kishi nahiyimizga yangidan kelgan Abdurrashid hakim bo'ladi. Maryam, bezeliqi. Man qarang, Maryam dedingizmi? Shundaq. Bu o'zlarining o'g'illari Odiljonning muallimi Maryam bo'ladi. Odiljonning muallimi Maryam bo'lamda? Voy Aysxon, bu nima degan rasvochilik? Asta. Nima degan sarchilik bu? Ha? Sizlar bu. Kelinglar bolalarım, kelinglar. Mollachiga, teshtiriblar. Yaxshi turatam. O'rdan turamsizlar. Qani kelinglar, o'tiringlar, o'tiring. Ha, bo'ladi. Qandaroq, ahvolinglar yaxshi? Yaxshi. Amin. Allohu akbar. Salomatlari yaxshi. Yaxshi turiblar. Yaxshi. Mollachiga, bo'lgan ishlardan to'liq xabar topdingmi? Xabar topdim. Mollachiga, o'zlari bo'lsalar mashhur tarixshunos arbab. Xalqimiz ichida navriga chetishda ko'ni xoyish nima uchun avloddan avlodgacha saqlanib qoladi? Navriga chetish bo'lsa, uzunroq ijtimoiy, tarixiy va chunqur yiltizi bor bo'lgan ko'ni xoyishdir. Buning manbasi burunqi zamonning boy amaldorlari o'z mol-mulkiga yot kishilarning mirosxo'r bo'lib qolishidan ansirab, yaqin urug' tuqqanlar ichida quduvoji bo'lishni avloddan avlodga davomlashtirib kelgan. Molajika, hozir dal janoblardek mo'tvarlarning rolini joriy qiladigan payt keldi. Mollachiga, qaraganda bundaq ko'ni odatlarni tugatishga har qaysilari amal qilishmasli bo'lmaydi. Shundoq. Bu ishda mening mo'bishim ketyapti. Biroq ko'nglimga bir plan tukyapman. U bo'lsin. Qani, kelinglar. Qani, kelinglar. O'tiring. Mollachika, biz bu ishni xato qildik. Biz ezibdimiz. Hamma gunoh o'zimizda.
Biz boshqalarga o'g'il qilmayli. Sizlar bu ishning bir amalini qilib tashlandi. Hacıka, biz bu toyunu qilmayli bo'ldik. Biz balalarga o'g'il qilamiz. Evet, shuncha ko'p mehmon kelishman qanday qilamiz? Bir amal qilib tasla, hacıka. Aysxon, o'zingizni besib eling. Men qanday o'zimni besib olayman? Bana qo'ldan chiqib ketdi. Atlikka minglab, yuzlab mehmonlar keldi demiz. Ukan Sadraxon, Aysxon, har qanday ish bo'lsa, bana maslahat qilishaylik. Qani uyga kiringlar. Yuringlar. Yuringlar. Xalqi olam Saymaxon Aysxon bilan ozishib ketibdi. Sadraxon Maysxonni uydan qo'g'lab chiqarib yetibdi desa, qirg'an chig'inglarda sat emasmi? Nima degan rasvochilik bu? O'ylab beqinglar. Bu ish haqiqatan sat bo'ldi, hacı. Lekin Saymaxonning og'zidan gap chiqib ketib 5-6 kun bo'ldi, uyi kelmadi. Xotin, yağa gap qilmanglar. Meni og'zimdan gap chiqmadi, o'zingiz zo'rlab digizdinglar emasmi? Qani, yuqori o'tinglar. Maysxon, qani o'tir. Buni mendan obdan bilisizlar. Saymaxonga xotnet berib, Aysxonni agi berib, ajrashgandan keyin nikoh o'qib qo'ysam, qanday bo'ladi ekan? Hacıka, yo'q. Men qirg'anda agi tegamdim. Saymaxon qaysalik xotnalıdı. Bo'ldi. Biz yarışib olaylik. Her qanday günah olsa men boynum qalay. Endi men adam bo'lay. Hacıka, özür obdan billah. Ben kiselçan, ben aciz. Ben bu xotinni ayrılsam günüm tez. Bizim bir amaklık epleşik olsa ben ötünüp qalay. Hacıka, bu majralarni xalq olam bilmasdan burun tugit olayli. Saymaxon, Aysxon hamma illatlarni bo'yniga oldi. Endi nikoh yanglab qo'ysam bo'la? Qanday? Bo'ladi. Qizim, tuzluq suv bilan non olib chiqing. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Qani og'zingizni yeching. Mübarek olsun. Yaşlıklı yiğel tutuklan, ağzını tatlıkıygan te. Kırgan yiğel tutuklan, tüylerimle yeni vetti o. Hacıka, etlik nimalar kesip qanday qilamiz? Bunun amalini o'zim qilaman. Sizlar xotirjam bo'lib ketaveringlar. Shundoq bo'lsin. Ma'qulamisa? Xudoyim qamani. Ma'qulamisa? Xo'sh. Xo'sh. Oturursa. Topağın diyen güçler koyarsa. Vay rahmet. Ablasının arkasından layık oturalım mı diye. Korkup yapıldı.
otur. Oy sayımka, ramın saklı ayet kaçanın talak öğren çıkıp gittiklerler. Bugün yana apak sapak o gittikler o. Bu Müslümancılık kısılmaydı o deyme. Makaran, tülümüzü taştık. Kalla, makaranlar. Ben bunda gepleri demeydim. Aytkanın olup çıkıp kakalık için beni zorlap cibizdi. Şundak bolsun o, Hacı Köprülüğün şeriat hüküm boyunca nikah okup öptesin koydu. Akşam sızlıklarının tasviri bilgin saymakın kutunun kokması oldu. Bunu kokluğa, harcını koklayma. Allah ballarım, şeriatning 72 tutuğu var degan gap bor. Bular uzun yillardan buyon bir-biri bilan inoq, mehribon o'tgan Abdullah. Bularning turmushiga daxli ta'rif yetkazishga bo'lmaydi. Shariat hukmini partiyaning qonun siyosatlariga bo'ysundirib o'tib berishimiz lozim. Biz qachongacha shariat hukmi ostida g'aflat yotamiz? Adilcan'ın koy bakın topşırıp ağattı. Hecet gözümü işemeye bakınan. Konumaydıgan kız yigitler oturdu. Bu zardı neymiş? Bak deyla. Bugün hakikaten mi kütülmegen toy oldu. Biz aslında dağa taqatqanda Adilcan bilen Tacibonun toyu dep taqatqan. Lekin nevriga çatqanda evlatlarımızın süpetsiz bop gelişideki hakikatini düşenmep tükenmez. Şuna ballarının erkinliği kalmış, öz ihtiyarca yaşlığa yol koyduk. Abla, Adilcan kim geldi? Hani, Adilcan Meryem Halim, bir sorun oldu. Hani, yaklaştık, yaklaştık. Yeni bir hoş haberni aytay. Yakında biz Abdurrahman Hakim bilen Meryem Muallimning to'y kuyini ishlashimiz. Tabriklaylik.